Assalomu alaykum. Bugun gradient mavzusida mashqlarni ishlanishini ko'rib chiqamiz. Gradient britancha, ingliz tilida gradient yozilar ekan. Amerikancha, ingliz tilida SAT'da ham buni nomini slope deyiladi. Ikkalasi bitta narsa. Ikkovi ham y teng mx plus b tenglamadagi m koeffitsiyentni bildiradi. Endi buni topish uchun tizmadan bizga ikkita nuqta olishimiz kerak. Masalan, birinchisida mana bu nuqta bilan bu nuqta ham bo'laveradi. Aniq chiqqan nuqtalardan birortasi. Birinchi nuqtamiz 4,8 nuqta ekan. Ikkinchi nuqtamiz 0,0 nuqta oldik. Endi ikkita nuqtani olgandan keyin bizda slope'ni yoki gradientni topish uchun bittagina formula bor. O'shanga qo'ysak yetarli. M barobar y2 minus y1 x2 minus x1 tagida. Bularni qayerdan topamiz desak, birinchi olgan nuqtamiz x1 y1 bo'ladi. Har doim x y dan oldin keladi. Ikkinchi olganimiz x2 y2 bo'ladi. Hop, o'shanda birinchisi uchun slope'ni topadigan bo'lsak, a masala uchun y2 imiz 0, y1 imiz 8, x2 imiz 0, x1 imiz 4. Ayirsak -8 taqsim -4 bo'lganda musbat 2 chiqadi. Demak, a savolining javobi 2 ekan. Slope musbat yoki manfiy bo'lishiga qarab yana bir tekshirib olsak bo'ladi. Agar grafikimiz o'ngga yurgan sari, bu tarafga yurgan sari o'sib boradigan grafik bo'lsa, demak buni slope har doim musbat. Bunda ham musbat son chiqishi kerak. Bunda ham, bunda ham, bunda ham. Lekin bunisida manfiy, chunki bu o'ngga yurgan sari pasayib boryapti. Oxirida javob chiqqanda shu chizmaga qarab tekshirib qo'yamiz, manfiy son chiqadimi, yo'qmi. Agar manfiy chiqmasa, demak biz xato ishlagan bo'lib chiqamiz. Manfiy chiqadiganlardan birorta ishlab ko'ramiz. Masalan mana buni ishlaylik. Bizga aniq olingan nuqta kerak. Aniq kataklar birlashgan joyda. Shu yerga to'g'ri kelyapti bitta nuqta va bu yerda. Birinchi nuqtamizni 5 x koordinatasi 5, y koordinatasi 2 ga to'g'ri kelar ekan. Ikkinchi nuqtamiz birinchisi 4 ga, ikkinchisi 6 ga to'g'ri kelar ekan. Buni o'rni almashsa ham farqi yo'q, har doim formulaga to'g'ri qo'ysak javob bir xil chiqaveradi. Qaysi nuqtalarni olishimizda ham ahamiyati yo'q. Qaysi nuqtani birinchi, qaysi birini ikkinchi deb olishimizda ham farqi yo'q. Hamma holatda bir xil javob olamiz agar to'g'ri formulaga qo'ysak va to'g'ri hisoblasak. Demak, bu uchun ham slope hisoblab ko'ramiz. Formulasini yozib olib, hisobladigan bo'lsak, x1, y1, x2, y2 bo'lgan bo'lsa, y2 dan y1 ayirishim kerak. 6 dan 2 ni ayiraman. Mahrajda x2 dan x1 ni ayirishim kerak. 4 dan 5 ni ayiraman. Suratda musbat 4 chiqadi, mahrajda -1. Endi musbat sonni manfiy songa bo'lganimizda manfiy son chiqishi tabiiy holat, minusdan 4 javob chiqar ekan. Rostdan ham kamayuvchi grafik bo'lgani uchun slope'imiz yoki gradientimiz
manfiy son chiqyapti. Javob -4. Uchinchi mashqni ishlanishi ham xuddi shu bilan bir xil. 5-chi mashq ishlanishi ham bir xil ekan. Ikkita nuqta olamiz, formulaga qo'yamiz, gradiyent topamiz, bo'ldi. Bitta formula, bitta amal. Hop, ikkinchi mashq bilan 4-chi mashqda bittalab chizib chiqishimiz kerak ekan. Gradiyenti 2 ga teng bo'lgan tenglamani line'ni grafikini chizishimiz kerak ekan. Avval unga mos tenglama yozib olaylik. Y teng mx plus b dagi m ni qiymati 2 bo'lsin deyapti. B ni qiymati qiziqmas ekan hech bo'lsa ham. Y teng masalan 2x plus 3 deb olsam ham bo'laveradi. 2x plus 1 desam ham bo'laveradi. Yana ham so'rab bo'lgani y teng 2x ni o'zi. Shuni grafikini chizib ko'ramiz. Grafik chizishni video versiya ham ko'rsatilgan. Yana bir chizib ko'rsatib beray. Y teng 2x deb yozadigan bo'lsak, masalan, grafik chizishdan oldin jadval qilib olishimiz kerak. Qiymatlar jadvali. X ga son berib, y ni o'sha sondagi qiymatini topib chiqishimiz kerak. Masalan, x ga 0 beradigan bo'lsam, 0 qo'yib hisoblayman. 2 ni 0 ga ko'paytiraman, y ham 0 chiqadi. 1 beradigan bo'lsam, 2 ni 1 ga ko'paytiraman, 2 chiqadi. 2 bersam 4, 3 bersam 6. Yetarli menimcha. Endi shu topilgan nuqtalarni belgilab chiqamiz. 0 da 0, 1 da 2, 2 da 4, 3 da 6. Hammasi bir to'g'ri chiziqda chiqyapti. To'g'ri belgilangan demak. Endi shularni birlashtirib bitta to'g'ri chiziq chizsam yetarli. Bu y teng 2x funksiyasining grafigi hisoblanadi. Agar 2x plus 1 deb yozganimizda y teng 2x plus 1 deb yozganimizda edi. Xuddi shu grafik shu bilan parallel bo'lardi, chunki ularning slopi bir xil. Slop yoki gradiyent bu chiziqning yo'nalishini belgilab beradi. Qaysi tomonga qanchalik darajada egilishini, qiyshayishini. Ikkita slopi bir xil bo'lgan chiziqlar doim parallel bo'ladi. Plus 1 sal teparoqdan o'tishni ta'minlab beradi bizga. Bitta katak teparoqda o'tadi. Y bo'yicha. Agar y teng 2x minus 2 deganimda ikkita chiziq pastda o'tardi boshdagidan ko'ra. Hop, bular uncha muhim emas. Hozircha bilib qo'ysanglar foydadan xoli emas. Demak, grafik chizishni bilamiz. Bu mashqni ham bemalol ishlasak bo'ladi. Y teng 2x funksiyasining grafikini chizib ko'rdik. Qolganlarni ham chiza olasizlar menimcha. 4-chi mashqda ham deyarli bir xil, faqat ko'paytirishda endi kasrga ko'paytirishga to'g'ri kelar ekan, xolos. Son tanlaganda shu bilan qisqaradigan sonlardan tanlasanglar, mahraj bilan. O'shanda ikkala taraf ham butun son chiqadida hisoblash oson bo'ladi. Masalan, aslida gradiyentimiz 2,2 dan 1 ga teng bo'lsin deyapti. 2,5 bilan qisqarishi uchun x ga son berganimizda chizishdan oldin 2 ga bo'linadigan sonlarni bersak, grafikda o'sha nuqtalarni belgilash osonroq bo'ladi. Masalan, 0 da 0 yana
Endi 1 emas 2 beramiz. 2 bersak 2ni 2 yarim ko'paytirganda 5. Minus 2 bersam minus 5. 3ta nuqta ham yetarli aslida. Shularni belgilab chiziq o'tkazib qo'ysak bo'ldi. 5-mashqda ko'pida nuqtalar aniq belgilanmagan, mana bunga o'xshab. Belgilangan ekan. Yaxshi. Belgilangan bo'lsa, aniq nuqtalarni topa olsak, demak ishlasak ham bo'ladi. Mana bu nuqta bilan bu nuqta masalan. Yana slope formulasiga qo'yamiz, chiqaveradi. Oltinchi mashqda biz uchun koordinatalarni tayyor yozib ham qo'ygan. Bu yana ham osonroq masala ekan. Shu yozilgan koordinatalarni gradient formulasiga yoki slope formulasiga bitta qo'yib, bittada hisoblab qo'yishimiz mumkin. Masalan, a'sini hisoblaydigan bo'lsak, y2miz 11 deb olaylik. y1mizni 5 deb olsak, x2miz 4, x1miz 1. 11 dan 5 ayrsam 6, 4 dan 1 3 bo'lsak 2 chiqadi. Agar B nuqtani emas, A nuqtani birinchi nuqta deb olganimizda ham suratdagilarning o'rni almashgan bo'lardi. 5 minus 11 bo'lib, mahrajini ham o'rni almashgan bo'ladi. 1 minus 4 bo'lib. O'shanda minus 6ni minus 3 ga bo'lardik, baribir javob 2 chiqar edi. Demak, qaysi nuqtani birinchi, qaysi nuqtani ikkinchi deb olishingiz umuman ahamiyati yo'q. Yettinchi mashqda bu masala yana ham osonlashibdi. Tizmaga qarash ham shart emas ekan. Koordinatalarni formulaga qo'yib topib qo'ysak yetarli ekan. Buni ham A misolini ishlasak, 10 dan 4 ayiramiz. 3 dan 1ni 6 taqsim 2, buning javobi 3 chiqar ekan. Qiyin emas menimcha. Apply ni ishlaydigan bo'lsak, question 1da gradient 2 deyapti, lekin buni ko'rishimiz bilan aytish mumkinki, gradienti manfiy son chiqadi, chunki bu 10 ga yurgan sari pasayib ketyapti. Rise'ni ranga bo'ladigan bo'lsak, 6 dan 3 ga bo'lamiz, 2 chiqadi. Faqat minus 2 chiqadi javob. Gradient minus 2. Question 2 qiziq ekan. Noma'lum ko'payib ketganday tuyuladi, lekin formulaga qo'ysak qisqarib ketadi. Aslida shu nuqtalarda o'tadigan gradientni toping debdi. M barobar y2 minus y1 bo'lishi kerak edi. 5a minus a taqsim x2 minus x1 bo'lsa 6a minus 4a bo'ladi. Hisoblasak 5a mana 2 ta minus plus bo'lib ketib 6a bo'lib ketdi. Mahrajida 6a da 4a da ayirsak 2a qoldi. A'lar qisqarib ketadigan bo'lsa 6ni 2 ga bo'lsam javob 3 chiqadi. Ikkinchisining javobi 3. Endi uchinchisida 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi savollar deyarli bir xil ekan. Nuqtalardan bittasini koordinatasi noma'lum, lekin gradient berilgan. Shu noma'lumni topishimiz kerak ekan. Masalan, 3-chisini ishlab ko'rsataman. Gradientni formulasiga qo'yib topadigan bo'lsak, y2 da y1ni ayirishim kerak. C dan minus 2 ni ayirishim kerak.
Mahrajda 8 dan 5 chiqarishim kerak. Shunda javob 3 chiqishi kerak ekan. Bizga gradiyent necha chiqishini ham aytib qo'yibdi, lekin S noma'lum. S'ni topamiz. Ikkita minus plus bo'lib ketsa surati S plus 2 ga aylanadi. Mahraji 8 dan 5 chiqarganimda 3 chiqadi. Teng 3 ga. Tenglamani ishlaymiz. Ikkala taraf 3 ga ko'paytirib olib. S plus 2 teng 9, S teng 7 degan javobni olamiz. Bizga find C deganda C teng 7 bo'ladi. 5, 6, 7 to'rtinchi misollarni ham xuddi shunaqa qilib ishlaymiz. Endi 8-sida tenglamasini toping debdi. Biz ikkita nuqtadan olsak yetarli. Yana y teng mx plus b dagi m ni topish uchun bu ikkita nuqtamiz x 0 bo'lganda 50, 25 bo'lganda 250. Buni formulaga qo'yib hisobladigan bo'lsak, y-da y bir ayirganimizda 250 dan 50 ni ayiramiz. 25 dan 0 ni. 200 taqsim 25 bo'lib turib 8 chiqar ekan slopi, lekin biz to'liq tenglamasini topmoqchimiz. M8 chiqdi, yozib qo'yamiz. Endi bizga B koeffitsient ham kerak. B ni topish aslida slopni topishdan ham ko'ra, gradiyent topishdan ham ko'ra osonroq. B ni topish uchun shunchaki grafikga qaraymiz. Y ni qaysi nuqtada kesib o'tgan shu grafik. Xuddi o'sha nuqtaning koordinatasi bizda B koeffitsiyenti beradi. Demak, bundan xulosa qilsak, bizda slope 8 ga teng, b'imiz 50 ga teng. Tenglamani yozadigan bo'lsam, y teng mx plus b bo'lish kerak edi. O'shanda 8x plus 50 bo'lar ekan. Oxirgi javobimiz. Hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'rganishda, rivojlanishda davom etamiz. Fikr mulohazalaringizni, savollaringizni kommentariyada qoldiring.